siyasi vaziyetler, dünya iqtisadi, fen texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Ben qarindoshlar Nabijala. Bugünkü programımızda yakında Şarkı Türkistan'da Xitaylar kesel sebebinden Qashqar Konishar nayisida bir 17 yaşlı kız oldu. Alamet ine qo'yilmagan Xitoy virusi bayqaldi degan bana bilan bütün Qashqar shahrini qamal qilganligi, bugungi xabarlarda otishqi yetganligi bu qamal qilishning ahvollarni ko'ryapmiz. Hozirgi bizga kelgan xabarlarda O'shki rayondan boshqa shimol tarafdagi Sharq Turkistonning shimol rayonidagi boshqa rayonlarningki va yoki janub tarafdagi boshqa rayonlarningki ina qamal qilganlik to'g'riliq uchurlar kelmadi. Hamda Xitoy tajovuzchilari bu qamal qilishni biz uchurlarga qarasak bu planliq shaklda elib bergan bir qamallik ekanligini 11 ayda Sharq Turkistonning asosliq bütün şekilde qamal qilinganlik to'g'riliq uchurlar kelganda 11 aydan boshlab ash uyga so'nlab qilishinglar mumkin degan uchurlarni olgandik. Biz shuning bilan tam 11 ayda yana qamal qilish boshlandi ekanda bir şekilde kasalni bana qilib turib bir ikki yerda chiqargan şekilde qilib turib xalqimizni yana necha oy so'lab bir şekilde bu so'lab boshqarish naitde kasalni bana qilib turib naiti bir bana ekan hozir xalqni qamal qilishga Xitoyning ichidagi davolg'ishning kun suri ko'payishiga ergishib Xitoyning xalqarodagi davlatlar bilan bo'lgan munosabatning texmi buzilishi, texmi bir şekilde masalan shu Janubiy dengizdagi qamal qilishga 8 davlatning qamal qilishi uchrayotganligi, Tayvan bilan bo'lgan jiddiylashayotgan ahvoli, ondan boshqa bu Hindiston bilan bo'lgan bu Keşmir taraftaki bu rayondaki ciddiyçiliki, Xitoy tajovuzlarining 12 ayda urush bo'lish ehtimolliği bor deb ciddi şekilde bir tayyorlik qilayotganligi, hattoki vatandimi bu urushning tayyorligi bilan ba'zi Uyg'urlar o'qitirish bo'lganligi, ba'zi Uyg'urlarimizning bilgan, xabar topgan qarindoshlarimizning oz sondagi açlık turizmini uyga yig'ib onun uchun tayyorlik qilayotganligi hamda keng ko'l şekilde ba'zi bir oshkor va yoshirin şekilde bunun yani urushning bo'ldiganlik to'g'riliq xalq ichida gap taqtiyotganligi bu ma'lum. Xitoy tajovuzchilari hamda Hindiston bilan urushamdi yoki Tayvan hujum qilib u yerda bir urush keltirib chiqib u yerdan urushga kiramdi, buni bilmaymiz. Ammo o'zininki ichidagi xalq ichidagi ziddiyatni pasaytish ve üzgü öktücü olan yani Şikan Xorga öktücü olan insanların yok oluş için bir uruşni bir bana akıp durup bu arkalık devletini harbiy aletki kirgizip koyup durup üzgü karşı fikirdeki insanlarını cimik duruş için yok tutuş için hareket kıldıqalıqdek bir nəslimi oturuğa çıkıvatıdı. Demek hem de bugünkü gün kelgende Xitoy tajovuzchilarining 7 ayının 14 günü bu yıl tuyuqsizdan bizning vatanimizda bu nima ko'rildi, ahvol ko'rildi deb Urumchini markaz qilgan shaklda bütün Sharq Turkistonning hamma yerlarini qamal qilgandi. Hem 2 oy qamallik 7-8 ayning yani 9 ayning 5igacha aram bu qamallikni bekor qilgan. Tudimi Xitoylarga u ayraqa cheklimining bo'lmaganligi, Uyg'urlar markazlik o'tirqlashgan yoki xas shaklda Uyg'urlarga uydan chiqmaslik bir şekildeki ahvollarning biroz besim şekilde bo'lganligidek ahvollarni ko'ramiz. Biz har biringlar ko'rgandekmi shu ijtimoiy tarmoqlarda qolgan insonlarimizning uyda turib talaga chiqmagan, vaqirgan, qaqshigan har xil yumoristik ishlarni qilgan ahvollarni ko'rib turdik. Demak, bu ahvollar asosligi Uyg'ur xalqiga, masalan, ko'ktatlarning ba'zini ushlab ketishi, ko'ktatlarning setayotganlarning shu maldagi shu Xitoylarning kontrolligidagi do'konlarning setayotganligi, hattoki bu şekilde böyle payda menfaat mı yani dükkandaki köktatının örülüp gitişi, açlık düğünün örülüp gitişi, onun merkezlik şekilde bir Xitayning dükkanıga
qarashliq bo'lib qilishi degandek nuqtalarning hammasi Xitoyning markaziy shaklda shu kontrol qilib bütün Uyg'urning yanchiqida qolib qolgan pullarning Xitoyga qilayotganligidek bir narsani ko'ra olamiz. Bu orqali insonlarni o'yga solib, har xil fikrlarning tarqalishi, insonlarning fikr shaklida bir Xitoyga bo'lgan qarshilig'ining oshishini, erkak shaklidagi kelishning oldini olish bo'lsa, yana birisi bu o'zini uyga, turmaga band qilib turib, xalqni idora qilish shaklda sharkat ilib berayotganligi o'tirdi. Mana nimaniga qaraydigan bo'lsak, Qashqarda Ko'ni shaharda bo'lgan bu nimaning keyiniga qaraydigan bo'lsak, birinchi kuni 1 dedi, ikkinchi kuni 138 chiqdi dedi. Bu statistikaninki ham bu atrofida bo'layotgan ahvolning hammasining Xitoyning kontrolligida ahvol ostida bo'layotganligini. Hattoki ba'zi rayonlarda ba'zi hukumat xodimlarining biz burun bizga bundan xabar qilib bo'lgan. Bugundan boshlab ushtim tut yo'l taqilish to'g'riliq bizga xabar keldi deganga o'xshash usullarning kelishi, demak Xitoyning bu shaklda planli shaklda elib berayotgan bir virus banisida planli taqash. Endi nima uchun bu Qashqa bilan Atosh yoki bu bo'lginlar taqashga Xitoy aldirab qoldi? Buningki sabab nimada? Ya urush boshlanish uchun oldin tayyorlikmi yoki bo'lmasa ba'zi bir uchurlar chiqib ketishning oldini olishmi? Masalan, ba'zi rayonlarda Tayvanlik, Shanganlik kelgan tuqqan yo'qlash uchun kelgan bo'lsin va yoki sayohat qilish uchun kelganlarning jiddiy shaklda bularning uchurini egallayotganligi, to'g'riliq uqtirishlarni taqtiyotganligini buni anladik. Demak, bularni hammani bog'lab kelsak, bu yerda ba'zi bir muhim narsalar Xitoy oshkorlashga nima qilmagan arxivlar chet elga ketib qoldimi? Nima uchun Xitoy bunda aloqchalaq bo'ladi degandek savollar kalimizga kelishga boshlaydi. Demak, bu yerda Xitoy urushga tayyorlikmi yoki kasal banisida vaksina, yog'an vaksina sinab qilishmi? 7-ayning nimasidimi? Eliqi bir suyuqlik bo'lgan dorilarni, anikandan Lianhua Jiaonang degan eliqi dorini sinab qilganligini, uni berganligini, uni bir so'zlab o'tgandik. O nimadan keyinmi? 7-ayning 14-dan keyinmi? Qamal qilgan vaqtida hozirga o'xshash bu burniga va og'ziga, sho'ligaylarga pilikash orqali tekshirib bo'lgandan keyin bir mezgil o'tgandan keyin o dorini taqatgan. Ya shu dorini, ya'ni bir qilib qolgan isklatda bir besilib qolgan dorilari bo'lsa, shuni taqib o'taydi detamdi. Yoki bo'lmasa bizning Mehmetmin doktorlarimiz ilgari surayotgandek vaksinani sinab qilish uchun yana bir bazaga ehtiyojli bo'layotamdi. Chunki bugungi xabarimizda ko'rsak, Xitoyning yolg'on ishlab chiqargan hozir bozor soldi, 2-ayning 26 bitdi. 5-ayning sinoqdan o'tdi. Endi bozor soldiq deb butun arab davlatlariga setayotganlik vaksinasininki saxta chiqqanligidek xabarlarni degan yo'llab qo'ydim men to'g'ri qarindoshlar. Demak, vaksinasi xato chiqqan bo'lsa, boshqa bir vaksinasiga ya bizga o'xshash tirik insonlar lozim bo'lib qoldimi? Yoki bo'lmasa bir urush uchun bir xalqimizni qamal qilgan yana bir bana izlayotgandi. Yoki bo'lmasa bir Xitoyga qarshi bir qarshilik shakllanib qoldimi bir rayonlarimizda? Xitoy unda qarshilikning paydo bo'lishini hech xohlamaydi. Hamda xalqimiz bir şekilde bir teşkilinip yoki o'z shaklida, yilg'i shaklida bir qarshilik qilib qolgan bo'lsa, uningdan qo'rqib ketib, shapir-shupurlam kasalga bana qildimi? Oldingi planligida bordikidek bular bir hafta burun anglab, bir hafta burun uqtirish qilib ishga jihatdan taqaymiz Qashqarni, Marayni degan bo'lsa, shu shakldagi harakatlarni ilib bo'yog'inimi? Demak, bularning har xil uchurlarni bir yerga to'plab, buni bunday tahlil qilganimizda Xitoy tajovuzlarining bir narsani yushirayotgan, bir narsaga jiddiy qo'rqayotgan, bir narsadan ansirayotgan bir narsani bayqay olamiz qarindoshlar. Demak, Xitoyning ma'laki tezlashgan degan putqulida jon yo'q. Har nimani qilib boqis kelyotdi, har nimani deb boqis kelyotdi. Har xil shaklda o'zini qutuldirish uchun, o'zining haqqoniy qonunli ish qilayotganligini davron silish uchun bir şekilde harakat qilib beqib, yolg'on so'zlab beqiyotdi. Ammo bu narsa ahmoqdir. Xitoy tajovuzlari mayli Qashqarni markaz qilgan shaklda bu durumga Xitoy virusini chiqdi, aqti ko'kdi deb aqchan chiqmagan bo'lsin, balkim bir nimalarimizni majburiy shaklda chiqara oladi Xitoy. Unda u yerda qo'ya oladi. Hattoki shuni his qilib yetdiki,
Xitoyning manda yolg'on şekilde xalq voy aeroplanlar to'xtab ketgan, voy aydurumlar. Mushu biz taqlayotgan mushu nimediki naslning hammasi bor qarindoshlar. Xitoy tarafidan topmish shu undidar shu ma'vo nima deymiz? TikTok degan narsalik tarqalib ketgan, voy kelishib ketgan biz kirishtirayotgan uchurlar va videolar bor. Xitoyning maqsadlik chiqargan uchurlari. Maqsadlik şekilde chiqarayotgan uchurlari uni shu biz ana keyindan o'zimizga foydali şekilde foydalanyapmiz. Qag'inni cho deganda Xitoy o'zining tashviqot ba'zi maqsadlarga yetish uchun qilayotgan narsa u. O bilmay, uytuqsiz yoki bo'lmasa munda ketib qolgan narsalar emas, chuma. Buni bilib olsak bo'ladi. Şoňaýlyk bizning araq içipatgan uýgurlaryňyzga içki ýatgan, onundan keyin qızlarymyzny nim qilyapatgan, ondan keyin eňeklerden silap başga awazyny kirişdirip qılıp hemmisi bizni mana kallymyz, psixikimizni mana çeliştiriş üçin öz ara mandaq bir şekilde ruhumuzu sundirish uchun qilayotgan narsa u. Hergiz o tuyuqsiz bo'lib qolgan, maqsadsiz bo'lib qolgan ko'rinishlar narsalar emas-chuma. Onun uchun qarindoshlar Xitoy tajovuzlarining nima ish qilayotganligini, nima bir şekilde qanday şekilde narsalarni o'ydirib chiqarayotganligini, bugungi kun kelgan vaqtida Sharq Turkistonda mayli Qashqar markaz qilgan şekilde to'g'ri. Hozir 2-qitimliq, 3-qitimliq Xitoy virusining keng yeyilayotganligini bilamiz. Masalan, Yevropa davlatlarida o bulawatıdı. Ama bizning vatanda Xitoyning qilayotgani u bunday yolg'on o'zgarish, bunday yasab chiqarayotgan sahnalar. Yasab chiqayotgan sahnalarni ham qilayotganimdek bir hafta burun xabar topganligi, bir şekilde bu Qashqar markaz qilgan shekildagi bu yerdan chiqib qolganning sababi, bu sirtning qamal qilib turayotgan yerda bu kasal qanday chiqib qoladi? Bu kasal 17 yoshlik birisining oydan chiqdi, alamati ko'rilmagandan oq ko'kkan deb chiqib turish orqali bu nima maqsadga erishib etmoqchiman? Vaksinasini ishlanmagan vaksinasini ishlatishmi? Yoki bo'lmasa bu yerda yana bir tarqalashtirgan nima bormi? Abam qilib bir maxfiyatlikda ushib ketgan bo'lsa, qamal qilib turib tekshirishmi? Va yoki ilgari surayotganimizdek bir urushga tayyorlik qilish uchun bir şekilde bir uyanlarni, bir narsalarni tayyorliklarni qilishmi? Uning uchun qarindoshlar, bundan keyingi xabarlarni, bundan Xitoydan chiqayotgan uchurlarni, buni tafsiliy kuzatish bilan birga biz bununla cevap topalaymiz ama her narsaga bu bunda özgüden bulap qelyapti. Yoki bo'lmasa bunda şekilde Xitoy buni xalqning, shu bulap bizning xalqimizning hayot manfaatini kapolatlandirish uchun harakat qilyapti. Yo'q, unday emas, juma qarindoshlar. Butunlay bizning ziynimizga, butunlay bizni mangu qilishga, butunlay tarmar qilib, hozirgidek tajovuzlikni uzatish uchun harakat qilyapti. Shuning uchun Xitoyning har xil şekilde chiqargan yeni mikrlari olsun, her xil chiqargan siyosatlari olsun, ertugün yo'lini ichib yetib, aeroplanla qatnam, voy, bizning urug'liqlarimizni talaq ichib qo'yib bersin, men buna ishonmayman. Xitoyning hammasi maqsadsiz olmaydi. Cho'qim bir yeni mikrni, cho'qim bir qasni yumshagan, shuni maqsad yetish uchun harakat qilgan bo'ldi. Herkes mandaq oliyjanoblik, islik, mandaq xalqi bütün dünya xalqini o'ylab yoki bo'lmasa dunyo xalqiga manfaatga chiqqan Xitoy emas. Ma Xitoylar. Uning uchun mush Xitoylarni aniq tunish, bu Xitoylarning har bir qilayotgan ishlarini yaxshi tadqiq qilish, buningga yaxshi shaklda mudofaa shaklda o'tirib chiqish bu muhim. Buni doim bir tarafga qarab, kelgan xabarning yuziga qaramaymiz qarindoshlar. Keyniga qaraymiz. Keyni muhim. Yuzi muhim, yuz orqali o'sharini olamiz. Ama keyindeki ahvallarga dikkat qilsak nayt yaxshi deb qarayman. Şuna bizem egelligen uçurlarni her biriyle ortaklaşqaç özümden fikrini oturup koydum qarindoshlar. Bo'lsa bu qanlarimizni qo'llab quvvatlab qo'yinglar. İnşallah aldığımızda yani atigellikka Indoneziyadagi qarindoshlarimiz to'g'riliq bir nayt yaxshi uçurlar va qo'lamda. Onunla her biriyle ortaklaşımız. İnşallah atki programımızda görüşümüz. Hammalarni Cenab-ı Allah'a topshirib assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.